Assalomu alaykum do'stlar. Bu yerda gazoblok, penablok uskunalarni O'zbekiston bo'ylab olib borib, quyishlari o'rgatib, ishga tushirib beryapmiz. Manaqa gazoblok qoliplarni ham ko'ryapsizlar, 8 ga 4, 2 stenadagi juda baquvvat qilgan, oqmaydigan yangi pokoleniyadagi qoliplardan foydalanib gazoblok uskunalarini bu yerda yasaladi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, yetarli miqdorda qolip, paddom hamma yo'g'ini shochilgan holatda turibdi. Manaqa bort eshiklari ham har tarafda 4 tadan oqmaydigan hamma turdan bor. Mana avtomat reska deysizmi? Hozir hamma komplektlar bir qator sizlarga obzor qilib o'taman. Hozir aytganimdek, gazoblok, penablok uskunalarini tanishtiraman dedim. Bu yerda endi gazoblok uskunalari mana mishalkalar hammasi har xil holatda. Endi gazoblokga birinchi 3 tasi birda minisidan boshlaydigan bo'lsam, komplektda bunaqa qolipdan 3 dona bo'ladi. Ko'ryapsizlar, lazernikda kesilgan, juda konkret, listlari ham qalin, uchlik listdan qilingan, bellarda ham 7 qator, taglarda ham 7 qator, oshiq-moshiqlar ham ikkala tarafga ham 3 tadan qo'yilgan. Mana shunaqa qolipdan 3 dona bo'ladi. Bunga xohlasangiz penablok, xohlasangiz polistrablok, xohlasangiz gazoblok quysangiz bo'ladi. Gazoblokning quyilishi manaqa ichidagi listlarni olib qo'yiladi. Gazoblokga quyiladi. Quyib bo'lgandan keyin listlarni sirasi tiqib qo'yiladi, tayyor kesilgan holatda chiqadi. Endi penablokga shuni quyasiz, qotadi, shu holatda chiqadi. Mana shunaqa 3 ta qolip, suv pastda 200 litrlik, tepada 55 litrlik shablon, 2 ta tent, suv datchik, suv motor hamma yo'g'i bilan bo'ladi va penablokga ketadigan bunaqa pena generator, rasturbochka, mikser, kompressor va bunaqa tepasini kesish uchun bunaqa arrasi bilan bu komplektning narxi $1,5 ming. Vodiy bo'ylab, vodiy emas, O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Shuni narxini $1,5 ming. Penablok, gazoblok, polistrablok ham chiqarsangiz bo'ladi. Bu juda zo'r variant bo'lib qoldi hozirgi kunda. Buni ham mishalkasi, esdan chiqyapti, mishalkasi mana shunaqa bo'ladi. Hozir motor qo'yilmagan holatda. Buni ham 220, 380 zakazga qarab motorni qilib berilaveradi. Mana shunaqa gazoblok, penabloklar chiqarsalar bo'ladi. Endi gazoblok $1,5 ming komplekti. $1,5 ming komplektida bunaqa suv yo'nkisi, pastda 1 tonnalik, tepada 110 litrlik suv motor, tentlarning har biriga отдельный avtomat, suv datchik hamma narsasi bo'ladi. 2 ta 12 talik qolip, bu ham oqmaydigan, germetiklamaydigan yangi pokoleniyadagi qolip. Va manaqa prostoy reskasi 10 lik, 20 lik, 30 lik kessa bo'ladigan universal reska, arrasi va suv manaqa mishalkasi. Mishalkalar ham motorlari yangi, o'qlari ham 0, ovozsiz 5 shumlik yangi pokoleniyadagi motorlar. $1,5 ming dan boshlanadi gazoblok. Endi aloqaga chiqsa, kimgadir 4 ta qolib kerak, kimgadir 5 ta qolib, kimgadir 10 ta, kimgadir 20 ta. O'shanga qarab narxlar o'zgarib boradi. Sababi gazoblokda qolip soni ko'proq bo'lishi kerak. O'shaning uchun ham buni ko'proq variantda quyiladi. Endi men videolarda ko'rdim, relislik deyish mumkin. Relisda yuradigan qilib taglariga rolili qo'yib, manaqa avtomat reskada kesib, endi hozir avtomat reska mana o'zi ko'taradi. Mana buni shovqiniga e'tibor bermaysizlar, sababi shuni qo'yib qo'yilgan. Taglar betonga mahkamlangan bo'ladi. O'rnatilganda mana shunaqa tayyor kesib beradigan bunaqa avtomat reskalar. Bularga qarab narxlar o'zgarib boradi. Endi bu variantlari hamma assortimentga bu yerga qo'yib qo'ygan. Keyin gazoblokning asosiy ko'p joyda muammo отходi. Отходini qayta ishlaydigan manaqa kirpich g'ich ishlab chiqaradigan qolip stanogi. Bular ham zakazga qilib berilaveradi. Buni narxini aytib qo'yaylik, 3 million so'm. Mana shu joydagi narx. Kimga shunaqa kerak bo'lsa, bular ham 3 million so'mdan bor. Va manaqa shashlik ko'ralar, manaqa dragon deysizmi? Do'stlar davrasi, qo'shnilar davrasi, oila davrasi, ishg'ola davrasi, liboy aytilgan yozuvlarni yozib qilib beraveramiz. Bular ham u ham shashlik ko'ralar 150 ming so'mdan boshlanadi. Aytilganingizda katta kichikligiga qarab o'zgarib boradi. Mana bu yerda qoliplar, penablok, mana penablok qoliplarni ham xudo xolasa zahirlarimiz bor. Mana turbali deysizmi, legoli deysizmi. Hozir bularni ham komplektini bir qator obzor qiladigan bo'lsam, penablok uskunasi. Penablok uskunasi, mana pena generatorimiz.
100 talik kapron gaz ballondan. Bu kapron gaz ballonni ko'rgani ko'pchilik buni ichida gaz bor deb o'ylaydi. Unaqa gaz emas. Buni ichida suv bo'ladi va gel bo'ladi. Gel oddiy idish yuvadigan gel bo'lishi mumkin, shampun bo'lishi mumkin, soda parashoy bo'lishi mumkin. Shu narsa bo'ladi xolos. Buni ichida kompressor havo bilan qisib berib, bu kranini ochganda pena chiqadigan bo'ladi. Bunaqa pena generatorimiz. Bitta zapravkamiz agar suv sho'r bo'lmasa, salkam 100 ta pena bo'lib ketadi. O'ta arzon narsa bo'ladi bu penasi. Va manaqa 3 ta qolipimiz. Обычный qolip, lazernida kesilgan Magnitogorskiy list mana o'ta 0 qilib kesilgan har bitta qolip 6 tadan 3 tasida 18 ta chiqadi. Ko'ryapsizlar, обычный variantda. Va manaqa rastor bochka. Rastor bochkani endi katta, ichida mishalka bir motorlar qo'yilmaganiga sabab rastor o'ta tez qotuvchi. U kerak bo'lsa har bittada tozalashingiz mumkin. Bir kunda bir marta tozalashingiz mumkin. U motor qo'yib qilinadigan bo'lsa bunda ish bermaydi. Sababi gips o'ta tez qotadi. Bonusiga endi mana kompressor, mikser, ichida pulsator, shlankalari, bonusiga latoglistik, kolonnalist bir satr penasi bilan mana $700. 1,5 ming, 2 ming sotganmiz vaqtida. Mana bu narxlar eng narxiga tushib bo'ldi. $700 dan shu yerdan olib ketish mumkin. $750 vodiy bo'ylab olib borib qo'yish o'rgatib, mahsulotlar qayerdan olish, qanaqa tayyorlanish hammasini yo'lga qo'yib beramiz. Agar undan uzoqroq bo'ladigan bo'lsa, vohalab umuman pervalaqiga $800 dan olib borib quyishlar o'rgatib ishga tushiramiz. Agar mesela Qirg'iziston, Tojikiston bo'lsa, kargo shular orqali kelishilgan holatda qilib beriladi ular ham narxi. Ko'pchilik kelib shu yerdan olib ketsa, men desa, o'zimizni o'rganishga sharoit bor. Xuddi shuni belida ikki qator qilib sal usulinli qilingan variantda bu komplektimizni ham qo'ygan kompressor, mikser, latok, tumba hamma narsasi bir, faqat qolib unga qarasangiz bir qator, bunda ikki qator. Shu hisobiga usulinli bo'lgan hisobiga $830. Buni joyida $730 joyidagi narxi $830 O'zbekiston bo'ylab, $780 vodiy bo'ylab olib borib quyishlar o'rgatib, mahsulotlar qayerdan olish, qanaqa tayyorlanish hammasini yo'lga qo'yib beramiz. Endi yevro komplektimiz. Yevro deyilishini sababi mana ularda bir qator, ikki qator bo'lsa, bunda manaqasiga 7 qator profili bor. Va manaqa oshiq-moshiqlari bor. Eng yaxshi tarafi tagida ham 7 qator profili bor. Nargilar tagida profili bo'lmagan hisobiga tagi 0 stashga, list stashga 0 bo'lmasa, taglar qiyshayshi degan narsalar bo'lar. Unda shuni yechimi qilingan tagi ham profillik variantda. Bu ham 6 talik bo'ladi. Har bitta qolib 3 tasida 18 ta chiqadi. Bunda yaxshilik ikkala tarafga ochilgan hisobiga g'ishib burchaklari ham qirraliroq, yaxshiroq chiqadi. Bu qolipdan 3 dona rastor bochka, pena generator, kompressor, mikser, ichida pulsator, shlankalar hammasi yangi korobka holat. Kolonna listi, latok listi, salkam mingta pena bo'lib ketadigan bunaqa gellik penalari bilan bo'ladi. Buni narxi $800 joyida, $850 vodiy bo'lib, $900 O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz buni narxini. Endi xuddi shu yevro variantini, masalan, listini ham olishingiz mumkin, qolip komplektini ham olishingiz mumkin. Ichi turbali varianti. Bir-biriga svязка bo'ladigan ikkita yuzlik teshigi bor. Bemalol kolonna sifatida qilib uyni mustahkam qilaman deganlar uchun bunaqa ichi turbali komplektlarimiz bor. Bunda ham hamma narsasi pena generator, qolgan hamma narsasi bir qolib o'zgargani hisobiga buni narxi $900 joyida, $950 vodiy bo'lib, $1000 O'zbekiston bo'ylab qo'yilib, $1,5 sotilgan vaqtida. Zakazga qilib bermaganmiz, chunki mayda ish, mana har bitta bo'lagini stanokda bukiladi. Hamma narsa o'sha qo'l mehnati ham bor, bu yerda stanoklar ishlagan hisobiga buni narxi shunaqa chiqadi. Endi ba'da Legoli varianti. Legoli variantini ko'rayotgan bo'lsanglar, bir-biriga svязка bo'ladigan, bu ham yevro qolipga qilingan, обычныйga ham qilib berilaveradi, narxi arzonroq chiqadi. Bundan $100 arzonlaydi. Bu variantda ham hamma narsasi nargilar bilan bir xil, faqat latok tumbalari legolik bo'ladi. Bunda ham o'sha bir satr penasi, kompressor, pulsator, shlanka hamma narsasi bor. Bunda ham o'sha ular bilan bir xil rastor, bochka bo'ladi. Buni narxi, joyidagi narxi $850. $900 vodiy bo'lib, $950 O'zbekiston bo'ylab qilib beriladi bu Lego varianti. Bular yaxshiligi mana ichidagi listini prosto listni sotib olib, prosto g'ish ham chiqarsangiz bo'ladi. Turbaligi listini sotib olib, turbaligi ham chiqarsangiz bo'ladi. Как universal bo'ladi. Hamma assortimentdan bo'ladi. Endi xonalari bo'lish uchun mana pergorodkalar. Pergorodkalar 12-30-60 mana yaqinroqdan ko'riladigan bo'lsa, bu 10 talik bo'ladi. Nari обычныйlar 6 talik bo'lsa, bu 10 talik. Endi menga 10 ta pergorodka ko'p, ozroq varianti desa, 5 ta pergorodka, 3 ta обычный,
Umuman xohlasa 15 lik, xohlasa aytilgan razmerda umuman pena blok lipoy assortimentini qilib beramiz. Manaqa 10 taradigan bochka desa, 10 taradigan bochka, manaqa zinalik yaxshi variantda qilib beriladi. Manaqa pena generatorlari ham mana har xil turlari kapronga deysizmi? Umuman aytilgan temir gaz bo'lmasa temirga ham qilib beraveramiz. Narxini kelishsa bo'ldi. Endi отдельно ham sotiladi. Kimgadir pena generator kerak, kimgadir bitta qolip kerak, kimgadir geli kerak, kimgadir parashoy kerak. Hamma narsasi отдельно sotilaveradi. Kimga shunaqa pena blok, gaza blok, savol javoblar bo'ladigan bo'lsa ham, mana shunaqa uskunalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranimizga raqamli aloqaga chiqsa, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Kanalimizga a'zo bo'lib, like bosishni unutmang.